Xastalik yoki hayotning qaysidir ruhiy zarbasi tufayli aqliy jihatdan oqsoqlanib qolgan hamyurtlarimiz davlatimiz himoyasida, g'amxo'rligida istiqomat qiladilar. Farg'ona vodiysida yagona hisoblangan Izboskan tumani Chuvama ayollar internat uyida birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan xotin-qizlar nafaqat istiqomat qiladilar, balki oila muhitiga moslashtirilib, ijtimoiy foydali mehnat bilan ham shug'ullanadilar. Oila muhitida yashash, yaqinlari davrasida bo'lish har bir sog'lomlashayotgan ayollarning orzusi, ezgu maqsadi. Ammo hammaga ham bu ne'mat nasib qilmaydi. Kuni kecha esa asli toshkentlik 45 yil davomida Andijondagi shu muassasada istiqomat qilgan 63 yoshli Gulnora Xoliqova yangi bir oilaga ona sifatida qabul qilindi. Mehribonlik uyidan bola asrab olganlar haqida ko'p eshitgansiz, ammo bu gal vaziyat boshqacharoq. Oldindan ogohlantiramiz, lavha davomida yig'lab yuborishingiz mumkin. Larda ham, balog'at yoshida ham joiz bo'lsa, umri davomida mehrga muhtoj Gulnora opa hozirda 63 yoshdalar. U 1979-yildan buyon Izboskan tumanidagi Chuvama ayollar muruvvat uyida istiqomat qilib keladi. Mana 45 yildirki, shu maskanda o'zi aytganidek nurli manzilda yashaydi. Sharoitimiz yaxshi, mana oziq-ovqatlarimiz yaxshi, ust-boshlarimiz hammasi joy-joyida. Chuvama ayollar internat uyida 300 nafardan ortiq xotin-qizlar istiqomat qiladilar. Bu yerda mehnatga layoqati bor, davolanishdan o'tib sog'lom hayotga qaytgan ayollarni jamiyatga ijtimoiylashuvini ta'minlanishi borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Yil boshiga 345 nafari nogironligi bo'lgan shaxslar istiqomat qilgan. Hozirgi kunga kelib turib 21 nafari mana shu yerda yashagan, bir necha yillardan beri yashagan qizlarimizni o'z oilalari bag'riga qaytardi va qo'shimcha yana haligi sharoitlar haqiqatda og'ir bo'lgan, nogironligi belgilangan, mana shu joylar shart bo'lgan, yana 20 nafar istiqomat qilishini qo'shimcha qabul qilindi. Muruvvat uyidagi 45 yillik hayot Gulnora opani bardoshli, matonatli ayolga aylantirdi. Mehnatdan hech qachon bo'yin tortmadi. O'ziga o'zi vazifa topib, har bir daqiqasini mazmunli o'tkazishga harakat qildi, ammo uni har doim to'la-to'kis oila bag'ri ila yashash tuyg'usi tark etmadi. Shuncha yil yashab turib, endi oilalik, bola-chaqalik bo'lishga harakat qilganman. Lavhamiz avvalida mehr-oqibat haqida bejizga so'z aytmadik. Bugun Gulnora opa umr bo'yi orzu qilganidek yangi oilaga, mehr maskaniga yo'l oladi. Men endi tasavvur qilyapmanki, borsam hali bolalarim keladi, hammasi yugurishadi, enam keldi deydi. Ularni quchoqlayman. Bolalarim uchun hamma narsaga tayyorman. Shu jamoada 11 yildan buyon tibbiyot sohasida faoliyat olib borayotgan Dilrabo maskandagi xotin-qizlarni davolab, sog'lom hayot kechirishlariga ko'maklashar ekan. Ular orasida Gulnora Xoliqovani jamiyatga, oilaga moslashishga hissa qo'shishga qaror qildi. To'g'risi 2 yildan oshdi bu qarorni qabul qilganimga, lekin unda qonun yo'q edi. Vasiylikka olish bo'yicha yangi qonun chiqqandan keyin yana ham haligi niyatim anaqaga amalga oshishini eshitib xursand bo'ldim. O'zi ham mehribon, hali ochiq ko'ngil, anaqa qo'lidan kelsa yoshiga nisbatan men yoshim katta demaydi, harakat qiladi. Niyatimiz bor, xo'jayinim Gulopamni olib haj safariga borish. Lavhamiz orqali sizning e'tiboringizga havola etgan Izboskan tumanidagi Chuvama nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ayollar internat uyida bugun har doimgidanda quvonchli kun. Bugun qorni to'q, usti but bo'lsa-da, oila sog'inchida yashayotgan qalbi kemtik onaxon yangi oilaga kuzatilmoqda. Ijtimoiy himoya milliy agentligi Andijon viloyat boshqarmasining roziligi bilan Xoliqova Gulnora opani bugun buyruq asosida Kabirova Diraboxonning oilasiga ona sifatida kuzatyapmiz. Seving ularni oilasidagi har bitta a'zosini. Sevinch yoshlari bilan birga uzoq yillik shu oilaning onasiga aylangan Gulnora